ko'pchilik kulchatirda kechasi shunaqa qilib papaslab qoladi, qidirib, qiynalib qorong'ida. Rossiya kulchatirda shunaqa turlar kelganki, mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu sharparelak bo'ladi. Sharparelakda odam o'sha yaqin kelganda odamda sezish funksiyasi bor. Bu o'zi avtomatik chiroqni yoqib beradi. Endi qayerda chiroqni yoqadi desanglar, buni tagida mana e'tibor bersanglar, bunaqangi kichkina nim yoriq qilib beradigan o'zini diodlari bo'ladi. Siz yaqin kelganingizda nim yoriq qilib shatdan yorug'lik chiqarib beradida, rossiya kulchatirda bemalol ko'rib ilg'ab olish mumkin bo'lgan yorug'likni sizga qilib beradi. Keyin bemalol kulchatirda yoqsiz bo'ladi. Xohlasangiz rozetkaga nimadir suqmoqchi bo'lsangiz suqsiz bo'ladi. Xohlasangiz telefoningizni zaryadga qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa funksiyalarni bemalol bajarsangiz bo'ladi. Uni qorong'ida bunaqa qilib qo'lni paypaslab yotilmaydi. Shunaqa funksiyali hozir rossiya kulchatirlar kelgan. Dizayniga ham bitta e'tibor bersanglar, узкий, вообще chotka qilib qo'yilgan. Bunaqangi LAN kabel tushadigan, kompyuterga tushadigan joylari bor, antenna portlari bor. Mabodo kompyuterda yon atrofida kimgadir VGA kabel nimadir ulashmoqchi bo'lsa, mana shunaqangi qilib turib, simini ichkarida qolgizib yoki tortib oladigan holatda qilsa ham bo'ladi. No security bo'lib, chotka holatda turadi. Bularda uch xil rangi sotuvda bor hozir bizda. Seriyasi mokriy asfalt seriya, keyin tilla rangi va matviy qorasi. Bunaqa variantimiz ham bor. Ballarda qo'li tegmasligi uchun rozetkalar yopib qo'ysa bo'ladi yoki o'sha oshxona, hammomlarda ham namli bor joylarda suv tegib ketmasligi uchun shunaqa qilib bekitib qo'ysa bo'ladi. Buna variantlarimiz ham bor. Kelaverasizlar, manzilimiz Qo'qon shahar, Yangi bozor, Dasafornida joylashgan.